aka, men Toshkentda ishlaganman, Rossiyada ishlaganman. Rossiyaga ham borgansiz. Borganman. Endi shu davrlar bo'yicha ham bitta aytib o'tib ketsangiz, yaxshi bo'lar. Masalan, kurashga kirib kelishingiz qanday bo'lgan? Rossiyaga borib ishlagansiz, to'g'rimi? Oldin. Endi har bir ro'zg'orchi aka bundan endi oila har bir kishiga endi masalan bo'lmaydi. Endi qisqacha o'rnida aytaman, shu har xil vaziyat bo'ladi. 7-sinf tugatib, Rossiyaga ketib, 1-2 yil Rossiyada ishlab keldik. Shu Rossiyadan kelgandan keyin nima deydi, ro'zg'or, oilaning katta farzand edi. Otam ba'zi bir narsalar bo'yicha sal oyog'ini aytib, shu mazasi yo'qligi uchun ko'rak ishladik. Lekin Xudoga shukr, shu otamning onam duosi bilan mana shu yerga keldik. Shu insonlarning duosi bilan kurashib kelyapsiz. Necha yoshingizdan boshlab kurashib